6 bal, 7 bal bo'lishi mumkin. Yo'shallarda qaraganda. Assalomu alaykum mening qarindoshlarim. Hozir o'zinglar bilasizlar, Qashqarda Pazvatda, Otishda 6 bal, 7 bal yer tavravatdi. Lekin Xitoy hukumatı buni yo'shirib 4 bal, 5 bal, yoki 6 bal har xil atalg'i bilan atavatdi. Biz hozir burun yer tavriga vaqtida dunyodagi hamma Uyg'urlar yordam qilib, ayollarimizni to'plab aşağı apirib, aşağı yordam qilgan. Hozir bizning xalqimizni qirvatgan vaqtda, o'ltirvatgan vaqtda xalqimiz qo'rqinch ichida jinini bir yer patqizanmagan sharoit ostida o'lganning ustiga tepgan deb bu yer tavrash keldi. Yer tavrashni biz ko'rganimizda yer yerilib ketibdi. Yer yerilib ketadigan darajadan otqandiki 7 baldan eshib ketdi degan gap. Bizning qarindoshlarimiz nim bo'ldi. Biz bularning halini ufqaylı. Urug' tuqqanlaringlarni surishti qilinglar. Bütün dünyadaki Uyg'urlar, bütün hammamiz imzo to'plab, ash yer tavravatgan yerdagi xalqni xabar olayli va buningga yordam qilayli. Agar bizning yordamimizni qabul qilmasa, vaqtida biz vakil avatib yana tekshirishga bir yo'l izlanglar. Umumiy tashkilotlar, hukumatlar va kishilik huquq tashkilotlar orqali ash yer tavragan o'rinni bir amal qilib tekshirish ömege ürettiğin ve ulanın hazır halidan haber alıdığın işini kılaylı. Muşundaq şarait açtıda bizden eşerdik Uygurlarımızdan, Yezidik Uygurlarımızdan perzentleri nimi xorluq köravatıdı, nimi azap tatıvatıdı, kişta muzlap teşdi, nimiler bolavatıdı. Biz bunundan habersiz kalmaylı. Haber alamaydığı iş yok. Tümür tamnımı kesip kırıp ketkili oldu. Hemmimiz sergek olaylı. Rahmet sizlerge.